Xo'sh, hammaga salom sizlar bilan yana Ro'zuba. Biz bugun Minecraftda Herobrine bilan yashaymiz. Nechkunligini bilmayman, aytgancha. Mana bu kunga ahamiyat bermanglar. Chunki kreativ bittagina narsa olgandim. Shuning uchun vaqt o'tib ketib qolibdi. Bu nima? Xo'sh, qanaqadir narsa. Aytgancha, menda qurollar bor. Hozir aytmoqchi edim. Sandiqni ko'rib qoldim. Bular bizga kerak bo'ladi. Nashni sog'liq beryapti. Inventar to'lib ketdi. Hozir mana bu narsadan qo'rqqanimizdan keyin ancha boshlaydi. O'yinga kirmasimizdan 3 ta, 4 ta ekan. Ochiqroq joyga yaradik. Aytgancha bugun hammani kommentariyasiga javob beraman. Aytgancha bitta odam rosa video olak deyasiz. Meni telefonimga sibros berilgan. Telegram, Instagram yo'q. Shuning uchun uzr. Kamga endi menda yo'q internet. Yaqin internetim uzildi, shuning uchun uzr. Videolar vaqtida chiqmasa, kommentariyalarga vaqtida javob bera olmasam, bu degani uji GG. O'yin qo'tyapti. Internet yo'q, Wi-Fi ga chiqishga to'g'ri keladi. Shuning uchun kommentariyalarni esda yo'q, uncha qolib ketyapti. Shuning uchun uzr. Hozir buni chaqirishdan oldin bitta gap bor. O'sha nima edi? Kerakda men kunni boshdan boshlamadim. Endi to'g'ri bo'ladi. Haligi nima desa bo'ladi? Obunachilarimdan biri aniqroq o'sha video olay deb rosa so'rayapsiz. Lekin maqsad nima? Men hatto 100 mingta ham emasman. Mayda bu 1 million ham emasman. Qanaqasiga? O'zi atashib ketyapman. Nima demoqchi edim o'zi? Men qiz zarba bermayapti. Blok bo'lsa qo'limiz qimilmayapti. Mayli. Nicho. O'sha kakiras. Shu videoda aytaman sizga o'zim yozdim kommentariyada. O'zim 5 minut yozasiz. Men o'zim siz videongizga kanalingizga kirib yozdim. Obuna bo'lganingiz uchun rahmat. Obunachilar qatorida turibsiz. Tabriklayman. Aytgancha boshqalar ham obuna bo'lsin. O'zi hozir aytgancha bu faqat obunachilar ko'rish uchun o'tkazilgan edim. O'zi bu videodan maqsad shu kommentariyalar javobga nima demoqchi edim o'zi esdan chiqib ketdi, boshlaymiz. Zerikib ketdim. Chaqmoq usulib qolmasmikin meni? Chaqmoq urdi. Herobrine joystick digami. Minecraft endi biz yolg'iz emasmiz. U bizni oldimizda. Endi o'yin qilishadi. Bu qurollar nimaga? U haligindaqa babu o'lmaydi deyishlaymi, lekin u o'lish uchun emas. Nima desa bo'ladi? Bu haligi u yaratib oldizga jo'natadigan moblarni o'ldirish uchun. Tezodar qurol bor, to'pponcha bor, snayper bor. To'g'ri, snayper sal boshqarish qiyin, lekin atak yaxshi bo'laveradi. Borishdi. Bundan zo'r modlar bordi, qurolmi? Eng qizig'i biz endi yo'lda ham ko'rinmaymiz. Mayda qishloq bor lekin. Uy ovoz chiqyapti. O'sha basharaga sap tushmasa bo'libdi. Chichivoraman. Bu kanaldagi birinchi horror video. Oddiy qishloqim. Uy tegmadi. Cho'ta hammasi uyga kirib ketyapti. O'yin qo'tyapti.
Bizda o'q yetmas, shuning uchun o'qni tejash kerak. Galeni o'ldiramiz. Tepaga qarasan tuman tarqaganday bo'ldi. Hozir nariga borasan, qochishga o'sib bo'ladi. Uy, qoch. Sal qoldi, qotyapti. O'lyapti. Bo'yiga yetyapti. Sen menga keraksan. Shu yerda nimadir bordek tuyulyapti orqada. Cho'chqa bor ekan. Vattaya. Toshkirkada tili sepib ketyapti. Toshli instrumentlarga o'tib olamiz. O'zi hammalarning kommentariylarga javob bermoqchi edim. Shu nimagadir shu hayajonlanib video olayotganman. Bo'lsa ular niklaring esimdan chiqib ketadi. Aytgancha kanaldagi songa ishonmanglar, u nima bo'ladi. Uy. Nima degan yozuv chiqdi, lekin qaramadim o'sha yozuvga. Yurayotganimni his qilganim uchungina chekkaroqqa borishga harakat qildim. Yozuvni o'zim ko'raman keyin videoni chiqarganimda. Ichim kira olmasa kerak. Cho'chqani hali qilmadimikin? Ovozini. Cho'chqa xavfli ovoz chiqaryapti. Silishning xavfli ovozi. Cho'ta odam qo'rqyapti. Bu video 20 minutlik bo'lar ekan. YouTube ruxsat bersa, keyinchalik katta yirik videolarni qo'yaman. Hozir cho'ta 10 minutdan ortiqga ruxsat bermayapti. 10 minut, 11 minut qo'yapman. Odam cho'chiyapti-yu. Sho'lar chiqib turgan, yonboshida kutib turmasa chichib boraman. Buni prettasi bo'lmasa qiyin ekan. To'g'ri, sizlar ekran ortida bilinmaydi ovoz uncha. Meni ovozim ataylab yaxshi eshitilsin deb o'yin ovozini sal pasaytirganman. Nima, cho'chqani sehrlaganmi? Herobrine qobiliyati bor, haligi любой modda anaqa ko'zini sehrlab qo'ya oladi. Oqib. O'tirishimiz ham qanday sekinmi? Yomon moddasidanmikin? Yana ozgina ko'lik. Cho'ta qiyin bo'lib ketish, o'zimni o'ta ko'taraman shekilli. Qorong'i tutsa nima bo'ladi? Nega vaqt o'tmayapti? Tezroq video tugasaydi. Agar bu videoning ikkinchi qismini chiqarishni istasalar, menimcha 10 ta like bilan chiqaraman. Boshqa narsa so'rayman. O'zi nima so'rash mumkin boshqa? 20 mingta obunachi. O'zi 10 bitta bo'lsak, yaqinda bir kishi qo'shildi o'zi. O'shaligi meni video olaylik deb so'rayapti o'sha odam. Tanimagan odam bilan qana video olaman? 3-4 marta yozdim o'zlarining videolari kanaliga kirib videolarga o'sha men tushuntirdim. Eng qizig'i hech qanaqa haligi mashhur youtuber bo'lmasam, nima men bilan video olishga harakat qilishaveradi? Mola sehrlangan. Bu tungi ko'rish, mana branya bu. Bu modda